24.500 ga xarid qilsa bo'ladigan avtomobil Forcing S7 gibrid avtomobilimiz. Siz ushbu avtomobilni boshlang'ich 80 million to'lov qilib, avtosalonimizdan olib ketish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Avtomobilimiz to'liq quvvat va yoqilg'i evaziga 1250 kilometrgacha masofa bosib o'tishi mumkin. O'z sinfida K5 va Malibulardan ancha uzunroq hisoblanadi avtomobilimiz. Bir-biriga ulangan stop chiroqlar, spoiler avtomobilimizga yana ham ko'rk berib turibdi. Avtomobilimiz tom qismi qoraytirib qo'yilgan zavod tomonidan. Kattakon panorama tom, kirib chiquvchi eshik ruchkasi, ramkasiz eshik oynalari. Interyer qismimiz mana shunday ajoyib bejli rang bilan qoplangan bo'lib, ya'ni elektropaketda sozlanadi. Isitish, sovutish hamda eslab qolish funksiyasiga ega. Markazida kattakon monitor, albatta rus tili bilan. Bu yoqda priborlar paneli, haydovchi uchun multi-rul, selektor qismi rul orqasiga joylangan. Smartfon quvvat qilish uchun bitta port va ikkita pastakanlik. Bu yoqda bar va qo'shimcha pasta barlar va portlar ham mavjud. Avtomobilimiz ikkinchi qatori ham keng, vozdux havo chiqarilgan, qo'shimcha bitta port, kattakon panorama tom, ko'rk berib turibdi. Yukxona qismimiz liftback varianti avtomatik tarzda ochiladi. Yukxona qismimiz juda ham keng. Siz avtosalonimizga kelib, test drive qilib, xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Barchangizni avtosalonimizda kutib qolamiz.